Assalomu alaykum, efirda xabar informatsion tahliliy dasturining navbatdagi soni. O'tib borayotgan hafta davomida mamlakatimizda yuz bergan muhim voqealarning biri 24 fevral kuni Ko'ksaroy qarorgohida prezidentimizning yoshlar bilan uchrashuvi bo'ldi. Uchrashuv davomida yoshlar tadbirkorligini rivojlantirish, startap loyihalarini qo'llab-quvvatlash, ta'lim sifatini oshirish, bandlikni ta'minlash, yosh oilalarni uy-joy bilan ta'minlash, kitobxonlik va volontyorlik harakatini kengaytirishga qaratilgan muhim vazifalar belgilab berildi. Bugun O'zbekiston yoshlari taraqqiyoti global indekslarda eng tez sur'atlarda o'sib borayotgan davlatlar qatorida qayd etilmoqda. Mamlakatimiz Birlashgan Millatlar Tashkilotining Yoshlar strategiyasi 2030 dasturini namunaviy amalga oshirish bo'yicha tanlab olingan 10 ta davlatdan biri sifatida e'tirof etilgani ham bejiz emas. Bu esa yurtimizda yosh avlodni har tomonlama qo'llab-quvvatlash, ta'lim va kasbiy imkoniyatlarni kengaytirish, innovatsiya va startap tashabbuslarini rag'batlantirish borasida amalga oshirilayotgan islohotlar samarasini namoyon etmoqda. Navbatdagi muloqotda ham yoshlarning tashabbus va g'oyalarini ro'yobga chiqarib, ularni yangi marralar sari ilhomlantirishga qaratilgan aniq chora-tadbirlar belgilab berildi. Kuni kecha hurmatli prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev ham yoshlar uchrashuvi ulkan tarzda bo'lib o'tdi. Yani bu yerda G'urayliq studiyada Toshkent qalasidan ham Qoraqalpog'iston Respublikasi viloyatlaridan umumiy 60 mingdan ziyod yoshlarimiz bu uchrashuvga qatnashdi. Ham bu uchrashuvda hurmatli prezidentimiz bugungi kundagi O'zbekistondagi 22 milliondan aslam yoshlarimiz bu ulkan siyosiy, ekonomikalik ham sotsial ulkan kuch deb ayriqcha atab o'tdi. Sababi bugungi kunda mamlakatimizda yoshlar siyosatining ulkan mamlakat siyosati darajasida ko'tariluvi albatta har bir tarovda ayriqcha belgilab berdi. Masalan, IT tarovida, bundan tashqari sotsiallik tarovdagi yuqori bilimlantiruv, professional bilimlantiruv, maktabgacha keyingi maktab bilimlantiruv tarovindagi yoshlarimiz uchun ulkan imkoniyatlar esiga ochildi bu uchrashuvda. Sababi o'zi hurmatli prezidentimiz ayriqcha atab o'tdi. Men har bir uchrashuvga ayriqcha tayyorlanaman, biroq bu yoshlar bilan uchrashuv degan vaqtda men yaxshi tayyorlanib keldim. Sababi yoshlar menga ulkan bu yerdagi ulkan imkoniyatlarni yaratum kerak yoshlar uchun. Ham bugungi yoshlar bu ertangi bizning kelajagimiz deb ayriqcha atab o'tdi. Albatta biz yoshlarga yaratib berib o'tgan bunday ulkan imkoniyatlar biz uchun yersiz bo'lmasday bo'lib kelgan maqsadlarimizga erishishimizda, biz uchun yetib bo'lmasday bo'lib ko'ringan manzillarimizga yetimizda ulkan imkoniyat bo'lib hisoblanadi. Ham bunday ulkan imkoniyatlar natijasida har yil sayin armonli yoshlar baxtli yoshlarga aylanmoqda. Albatta biz de shunday baxtli yoshlar qatorida bor ekanimizdan cheksiz quvonchdamiz. Ham biz xudo xolasa bunday ulkan imkoniyatlardan to'g'ri foydalanib o'tirgan yoshlar sifatida kelajakda elimizning gullab yashnog'ini o'z ulesimizni qo'shib, ulug' maqsadlar yo'lida shishuvchi kuchga aylanib, yelkamizga yuklangan 3-renessans quruday shin ma'nodagi sharofatli vazifani amalga oshirishda bor kuch-chigarimiz bilan xizmat etamiz deb va'da beramiz. Yoshlar bilan bo'lib o'tgan mazkur uchrashuvda ularning jamiyatda o'z o'rnini topishi, munosib turmush kechirishi va o'z salohiyatini to'liq namoyon etishiga xizmat qiladigan aniq taklif va vazifalar belgilab berildi. Shubhasiz bu qaror va tashabbuslar yangi O'zbekiston yoshlarini yangi marralar sari ilhomlantiradi. Bugun 1-mart bahor faslining ilk kuni. Shuningdek, o'zbek xalqining atoqli shoirasi Zulfiyaxonim Isroilovaning tavallud kuni. Joriy yil shoiraning tavalludiga 111 yil to'ldi. Zulfiyaxonim o'z ijodi orqali muhabbat, vafo, sadoqat, vatanga muhabbat va inson qadri kabi yuksak insoniy fazilatlarni tarannum etgan. Shoiraning tavalludi respublikamiz bo'ylab keng nishonlanmoqda. Zulfiya Isroilova o'zbek adabiyotining yorqin simolaridan biri. Nozik didli shoira va jonkuyar jamoat arbobi sifatida xalqimiz qalbidan chuqur o'rin olgan. Uning she'rlari samimiyat, sadoqat va insoniy tuyg'ular bilan yo'g'rilgan bo'lib, har bir satrda vatanga muhabbat, ayol qalbining nafis kechinmalari va hayotga cheksiz mehri aks etgan. Zulfiya xonim nafaqat iste'dodli ijodkor, balki matonatli va fidoyi inson ham edi. U o'z asarlarida tinchlik, do'stlik va muhabbat g'oyalarini ulug'lab, yosh avlodni ezgulikka, vatanparvarlik va yuksak ma'naviyatga chorlab keldi. Shoiraning boy ijodi o'zbek adabiyoti xazinasining bebaho qismi bo'lib, uning nomi hurmat va ehtirom bilan tilga olinadi. Zulfiya xonim tavalludi munosabati bilan yurtimizning turli hududlarida ma'naviy-ma'rifiy tadbirlar o'tkazilmoqda. Jumladan Qo'ng'irot tumanida shoira tavalludining 111 yilligi munosabati bilan tadbir tashkil etildi.
Mazkur tadbirda tuman hokimligi mas'ullari, madaniyat va ta'lim muassasalari vakillari, xotin-qizlar, yoshlar hamda keng jamoatchilik faollari ishtirok etdilar. Unda so'zga chiqqanlar shoiraning o'zbek adabiyoti rivojiga qo'shgan ulkan hissasi, uning boy ijodiy merosi hamda yosh avlodni vatanparvarlik, sadoqat va yuksak insoniy fazilatlar ruhida tarbiyalashdagi o'rni haqida alohida to'xtalib o'tdilar. Shuningdek, o'quvchi yoshlar tomonidan shoira ijodidan namunalar ifodali o'qildi. Badiiy chiqishlar va sahna ko'rinishlari namoyish etildi. Mana bugun Qo'ng'irot tumanida Zulfiya xonim tavalludiga bag'ishlangan tadbir kechasi o'tkazilmoqda. Biz bu kechaga qatnashishimizdan maqsadimiz Zulfiya xonimning tavallud kuni va uning umr yo'li va ijodini kengdan targ'ib qilib tushunish. Va men ham shu Zulfiya xonim mukofotiga sazovor bo'lish uchun harakat qilmoqdaman. Mana shu tadbir munosabati bilan men o'zim sizlarga Zulfiya xonim qalamiga mansub bo'lgan bir she'rni aytib bermoqchiman. Mana bir umrni yashadim sensiz. Qaytmas shodliklarning qaytishini kutib. Tobuting boshida cho'kkanimda tiz. Farzandlar ko'tardi qo'limdan tutib. Shundan beri tikman har nega qalqon. Baxtga, bahorga, qishga qayg'uga. Birov azasida yig'layman qon-qon. To'yda esa yayrayman o'xshab ohuga. Mazkur ma'naviy ma'rifiy tadbir yoshlar qalbida milliy adabiyotimizga hurmat, buyuk ajdodlarimiz merosiga ehtirom hamda ma'naviy qadriyatlarga sadoqat tuyg'ularini mustahkamlashga xizmat qildi. Zulfiya xonimning muborak tavalludi barhayot ijod, ezgulik va sadoqat timsoli sifatida doimo qalblarda yashayveradi. Bir sotix yerda tashkil etilgan issiqxonadan mavsum davomida 2-3 tonna bodring yoki pomidor yetishtirish mumkin. Bu bozor narxlaridan kelib chiqib, bir mavsumda 15-25 million so'mgacha daromad degani. Qish oylarida esa narxlar yana ko'tariladi. Demak, issiqxona nafaqat dehqonchilik, balki barqaror biznes manbai degani. Buni yaxshi tushungan amudaryolik dehqonlar har bir qarich yerdan unumli foydalanib issiqxonalar tashkil etganlar. Mahallalarda 50 gektar maydonda 300 dan ortiq issiqxonalar tashkil etilib, bir mavsumda 2-3 marta hosil olishga erishilmoqda. O'z faoliyatini olib borayotgan shunday issiqxona misolida fikrimizni davom ettiramiz. Qish mavsumida ham bahor nafasi. Issiqxona ichidagi muhit bizga bahorni eslatgani bor gap. Albatta, bu tinimsiz mehnat, ishchanlik va katta tajriba natijasidir. Amudariya tumanining Toshyob mahalla fuqarolar yig'inida Xitoy texnologiyasi asosida $477 ming imtiyozli kredit hisobidan tashkil etilgan issiqxonada doimiy ravishda 15 kishining bandligi ta'minlangan. Bizlar uyda ishsiz edik, ikki balami uyda o'tirib edik. Endi ish bormini? Uydan qashinda ishimiz. Uyda bo'sh vaqtlarimizda kelib ishlaymiz. Shart-sharoitlari yaxshi, yildan yilga daromadlar ham yaxshi. Hamma narsa o'z vaqtida. Issiqxonada ekinlarimizning foydasi erta egamiz, tez olamiz. Shu yog'idan foydali. Uyning yanında bir 15 sotixda yerimiz bor. Shu yerga ham issiqxona egib o'rganganlarimizdan barini ekish niyatimiz bor. Odatda ochiq maydonlarda poliz mahsulotlari faqat mavsumda yetishtiriladi. Issiqxonalarda esa bodring, pomidor va yana boshqa mahsulotlarni doimiy ravishda ekib olish mumkin. Masalan, 1 gektar ochiq maydonda 20-25 tonna pomidor olinsa, issiqxonada 200-300 tonnagacha hosil olish imkoniyati bor. Bu issiqxonada yiliga 2 marta hosil ekiladi. 2025-yil kuz mavsumida pomidorning orzu novidan 90 tonna hosil olingan bo'lsa, bugungi kunda bodring parvarishiga alohida e'tibor qaratilmoqda. Qoraqalpog'iston Respublikasida jami 40 ta subyektda 88.1 gektar maydonda issiqxona mavjud. Bu joylarda 817 nafar fuqarolarning bandligi ta'minlangan. Eng muhimi, issiqxonalarda yil davomida qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtirilib, bozorlarda narx-navo barqarorligini ta'minlashga hissa qo'shib kelinmoqda. Demak, bunday issiqxonalar sonini ko'paytirish mamlakatimiz eksport hajmining o'sishiga ham hissa qo'shadi. Bugungi dasturimizdan o'rin olgan xabar va lavhalarimiz mana shulardan iborat edi. Keyingi dasturlarimiz orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.